Mamlakatimizda yer munosabatlarini tartibga solish, ulardan oqilona foydalanish qonunlar bilan mustahkamlab qo'yilgan. Ammo afsuski, yer qa'ridan foydali qazilmalarni qazib olib, boyib ketish o'rtasida yurgan boz ustiga boshqalarni ham shu yo'lga undayotganlar ham uchramoqda. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari oyligi davomida Navbahor tumanidagi Sarmishsoy tog' tizmalarida qo'lbola xo'jalik buyumlari, elektr uskunalar yordamida tarkibida oltin bo'lgan tog' jinslarini qazib olayotgan 8 ta jinoiy guruh faoliyati fosh etildi. Holat yuzasidan 31 nafar gumonlanuvchilar qo'lga olindi. Tarkibida 2 kilogramm oltin mavjud bo'lgan 15 tonnadan oshiq tog' jinsi, 9 ta shaxsiy yengil va yuk mashinalari daliliy ashyo sifatida rasmiylashtirildi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 196-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, qonunbuzarlarga nisbatan jazo muqarrarligi ta'minlanmoqda. Agarda siz ham shubhali faoliyat yoki yuqoridagi kabi holatlarga duch kelsangiz, Navoiy viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmatining quyidagi raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.